Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Gentron olib kelishdi. Bunlardan rezinka qo'yib beryapmiz. Mana zavod ipka rezinkasini bu tarafdan mana qistirmayapmiz. Chunki mana bu tenda podushkasi ketib, bu ko'tarliqqa mana bunaqa bo'lib hozir qo'yib beramiz. Xudo xolasa chotki bo'ladi. Ortiga bo'lsa alyumin qo'ydik. Tepasiga alyumin qo'yganmiz. Amortizatorlari cho'tkaga. Amortizatorni ham teshkirganmiz. Mana bularni qo'yib rezinkalarni moylab qo'yganmiz. Chunki buni aylanganda shikir ovoz berishi mumkin. Shuning uchun moylab cho'tki qilib qo'yamiz. Yana bir eslatma. Buni yechayotganda ehtiyot bo'lsa, tiyinlikini ham yechib bersa, keyin qisqandan keyin loqirda beradi. Shuna ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana podushka qo'ygandan keyin mana bu cho'tki turadi. Mana bu taraf ham. Adresni ko'rsatib o'tamiz. Mana Xadoya Marzata, mana telefon nomer 511 0171 97lik. Keyin sizlar adresni to'liqroq tushuntirsak, bu tarafdan kelganimizda Daritalda o'tgandan keyin Urdu, Urganch davlat instituti, uni o'tgandan keyin Peshixod svetofordan keyin 300 metrda yana 10 qo'ldamiz bizning ishimiz. Yana bu tarafda Barner, Akvadan keyin bizniki. Bu tarafdan kelganingizda mana Indabochayxona, Ko'naqamish, shundan yurib svetoforga kelib, svetofordan chap aylanasizlar. 500 metrdan keyin Akvadillerning yo'lni bu tarafida. Keyin aran tarafdan Dehqon bozor tarafdan kelsangizlar, Dehqon bozordan svetofordan to'g'riga o'tib Yoshlar ko'lidan keyin Yoshlar ko'lidan keyin o'tib svetofor keladi. Do'ppa to'g'ri kelsa Yoshlar ko'lidan keyin ulug' katta svetofordan 10 qo'l aylanasizlar. 500 metrdan keyin yurib, yechib aylanmay mana Akvadillerning bu yo'lni bu tarafida. Mana görüp kelaverasizlar. Mana Xadoy Amortizator. Telefon nomerlarimiz ham bor.